O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakilasi Yulduz Usmonova haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Yulduzlik maqomi nafaqat shon-shuhrat, balki pul ham keltiradi. Muvaffaqiyatga erishgan ko'plab mashhurlar ushbu resurslardan tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun foydalanadi. Kimdir o'zining sevimli hobbisi rivojlantirish uchun sarmoya kiritadi, yana kimdir esa kiyim-kechak liniyasini yaratadi. Quyidagi o'zbek shou-biznesidagi taniqli ayollarning muvaffaqiyatli bizneslar loyihalari haqida so'z yuritamiz. Yulduz Usmonova tuxum fabrikasi va xususiy klinikaning asoschisi. O'zbek piramidonasi Yulduz Usmonovaning Navoiy viloyatida joylashgan Yumurta nomli tovuq fermasidagi tovuqlar xonandaning musiqalarini eshitib tuxum qo'yishar ekan. Tuxumlar asosan Navoiy bozorida sotiladi. Tovuq 7 xazinaning biri. Oson deb o'ylaganlar, tuxum o'z-o'zidan dunyoga kelmaydi. Buni chaqaloq katta qilganda yetishtiramiz, deydi Yulduz. Bundan tashqari, Myumet nomli zamonaviy tibbiyot markazi ham Usmonovaga tegishli bo'lib, 2021-yildan buyon bemorlarda dardida darmon bo'lib kelmoqda. Xonandaning aytishicha, ushbu klinika uchun juda katta pul tikilib, Hindiston va Turkiyadan uskunalar olib kelingan, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.